Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Scratch yuklash dars bo'ladi. Sizlar bilan Scratchni yuklab olamiz. Shu romni ochib olamiz. Bu yerga Scratch download qilamiz. Bu bilan offline editor ochib olamiz, chunki bular eng to'g'ri yaxshi. Bularni ochganingizdan mumkin. Uni o'zimiz oldindagi sozda proyekt shakalarimiz ham bor, lekin bular download qilingan e'tibor bersanglar. Endi bizning Windows'imizga yuklash uchun Windows turgan. Meniki Windows, o'shaning uchun Windows'ga yuklashga harakat qilaman. Agar sizning boshqacha kompyuter bo'lsa, mana shulardan birortasi bo'ladi. Endi prямая загрузка qilamiz. Bizga загрузкамizga o'tadi. Bularni hozir kutamiz. Kutguncha sizlar bilan mashina ta'riflab beraman. Windows Plus 10 eng kuchliroq MacBook qilarkan, chunki 10 plus bo'lsa, bulardan 10 plus 0.13 plus bo'larkan, bulardan 6.0 plus bo'larkan. Unjaganda Androidda kam bo'larkan. Mana yerda ishida running versiya deyapti. Bu yangi versiyalar bo'ladi. Qidiring yangi versiyalarni ham deyapti. Skачать приложение скачать. Scratch deyapti. Scratchni o'zini yuklaydi deyapti. Mana yuklaymiz. Mana только для меня узер. Agar sizlarda ikkita oyna bo'lsa, shuni oyna chiqadi обязательно. Men ikkita oyna emas, qandaydir men oldin chiqaman, hozircha yo'q. O'shaning uchun agar для всех пользователей ikkita foydalanuvchiga o'tadi. Agar для только меня desa, bitta o'zimizga topiladi. Bitta o'zimizga toplaymiz, chunki menda ikkita oyna yo'q. O'shani qarab olib yuklaymiz. Yuklash oynaga followveramiz. Ustolovkani ochamiz ham. Zapись Scratch bosamiz. Hozir 30 bo'ldi, готов. Bo'ldi. Mana o'zimiz ochildi. Chrome olamiz va Scratch shunday ko'rinishda keladi. Mana bizning Scratchimiz ochildi. Bizga nega chiqmadi Scratchimiz esa, chunki biz Scratch deganmiz oldin o'shani hisobga bu chiqmayapti. O'shaning uchun bilet qo'yaman chekkiga. Menga uncha kerak emas, faqat dars olayotganimda ishlataman. Mana shunday holatda bo'ladi. Monty long sound events control sensing operator valves my block hammalarni tanishqasi deb o'ylayman. Sizlarga ozgina tushuncha qilganlarimni shulardan yarimlarni o'rganganmiz, qanday joylashtirilishlarni o'rganganmiz. Keyingi darsgacha sizlar bilan o'yin qilishga harakat qilamiz. Hozirlar bilan shunday yuklanadi va sizlarda live qilamiz. Esingizga chiqmasin, chekatiyollarda har doim save to your computer qilamiz, chunki kompyuterga yuklab olish qilamiz. Shuni qilmasak buni endi ochiladi. Qanaqa qilaylik buni deyapti. Rабочий stol o'ynaymizga desa, sizlarga eng oson usul Scratch loy deb qo'lamiz ichiga endi bu fayl ochildi. Endi ichiga kirib, ichiga saqlab hammani o'zgartirsak bo'ladi. Keyin buni saqlab oldik. Endi saqlab olganimizdan keyin biz kod yozdik, har xil kodlar. Endi bizga nari kodimiz kerak bo'lgan bo'lsa, agar esingizdan chiqmasin, agar boshqa fayl ochayotganlarida bu saqlanmaydi. Agar o'zingizdan so'raydi, mana Scratch loyihalarimiz yetdi. Mana shuni mana Scratch project hobby saqlagan faylimiz. Buni открыть qilamiz. Buni saqlayman deymiz. Buni ochaverayman deyapti. Deymiz. Mana nari faylimiz ochildi. Va bunga endi nomimizga o'tkazamiz bo'ladi. Nomimizga o'tkazamiz.
qilmayapsizlar, qanaqadir yozilmayapti. Shartmas nomi, siz fayl saqlayotganingizni ham o'zgartirib olsa bo'ladi, mana nomni. O'shaning uchun bizga shartmas. Xohlagan kodimiz yozib, bularga bunga xohlagan kodimiz yozib, endi buni saviya qilib qo'ysak bo'ladi. Birinchi loy pul saqlandi. Endi buni yangi projekt ochamiz. Xo'sh, endi bularni ochamiz. Birinchi loyihamizni ochamiz. Ana bizning birinchi loyihamiz ochilib keldi. Sizlar bilan fayl ochib va saqlashni bildik. Endi tillarni agar sizlar rus tilida o'rganib qolsanglar, sizlar qulay til tanlab olasizlar. Eng qulay ingliz tili. Darsimiz asosan ingliz tilini kasb bo'ladi. Agar sizlarga o'zimcha g'oyalar qisqacha qala o'rganmoqchi bo'lsanglar, shuni ishlashingiz mumkin. Bu L degani hammasidan degani, agar musiqalardan bo'lsa, gitara, qo'shiqchi, mikrofonlarni ishlashni, o'yinlar desa, har xil mana bu o'yinlar chiqadi. Sizlarga tavsiya beraman foydalanishga. Sizlar bilan bizni ham kuzatib boring. Keyingi darslar bilan sizlarga qisqacha dars bo'lib o'yin yaratamiz. Sizlar uchun rahmat. Xayr.